Assalomu alaykum barchaga. Azizlarim, hozir tovuq jigaridan taom tayyorlab ko'rsataman. Uning uchun zelin, 2 dona piyoz, keyin 1 dona bolgarskini olib, mana shunday qilib yaxshilab to'g'rab olamiz. Xohlagan pripravalaringdan foydalansalaring bo'ladi. Mana shuncha yog' ishlatdim men. Yog'ni qozonga solib, qizdirib, ba'zilar nimaga jigar tayyorlaganda, pishirganda oldin jigarni solar ekan. Lekin men oldin piyozni solaman. Shuning uchun piyozni tillarang bo'lguncha qovuraman. Shuning uchun oldin mana piyozlarimni soldim. Piyoz, bolgarskiy pripravalarni solib, past olovda yaxshilab ularni tillarang bo'lguncha nima qilaman? Qovurib olaman yog'da. Keyin tovuqni jigari odamning organizmiga foydalari juda ham ko'p ekan. Internetdan kirib qarasalaring bo'ladi. Internetdan kirib qaraganimda tovuqni jigarini foydalari juda ko'p dedi. Shuning uchun tez tovuqni jigardan taom tayyorlab yeyishlaringni maslahat beraman. O'zim yaxshi ko'raman. Ba'zilar umuman jigar yemaydi, lekin menga juda ham yoqadi. Molniki bo'lsa ham, tovuqniki bo'lsa ham tez pishirib yeyman. Mana bularni yaxshilab qovurdimda, endi buni past olovda 15 daqiqacha qovurib olaman. 15 daqiqalarda tillarang bo'ladi piyozlarimiz. Keyin mana jigarlarni solaman. Jigarni ham solib, uni ham past olovda qozonni qopqog'ini yopib qo'yib pishiraman. O'zini suvlari chiqib ketib, umuman suv solmayman qizlar. Suvlari chiqib ketib, juda ham mazali bo'ladi. Mana qaranglar. Yaxshilab aralashtirdimda piyozlar bilan. Endi buni qozonni qopqog'ini yopib qo'yaman. 20 minutdan keyin kelib ochib qaraganimda juda ham mazali jigarlar tayyor bo'lgan bo'ladi mana. Chiroyli qaynayapti. Endi buni jigarni qanday bilamiz pishgan pishmaganini? Bir dona jigarni olamizda, ikkiga bo'lib kesib ko'ramiz. Agar buni o'zi jigar pishganday ko'rinadi-yu, lekin ikkiga bo'lganlaringda agar pishmagan bo'lsa, o'rtasida ozgina go'sht bo'lib turgan bo'ladi jigarni o'rtasi. Jigar pishsa tamom. Bu taomimiz pishgan hisoblanadi, chunki bolgarskilar, piyozlar yaxshi pishdi. Mana jigarni ikkiga bo'ldim. Bo'lganimda mana ichlari yaxshi, mana chiroyli bo'lib pishgan. Bo'ldi, tamom. Bu jigarimiz pishdi, tayyor bo'ldi. Endi jigar pishgandan keyin ustidan zelin solaman men qizlar. Keyin qozonni qopqog'ini yopib qo'yaman. Olovini o'chirib, qopqog'ini yopib qo'yaman. Bular qilmaydi. Zelinlar qilmaydi-da, pishmaydi, pishib ketmaydi. Hidi kelib turadi. Pishgandan keyin mana yaxshilab aralashtirdim. Qozon qopqog'ini yopib qo'yaman. Tamom. Tayyor. Tayyorlamaganlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha qizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha.